Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Matrix Gaming va mendan yana bir yangi video. Ya'ni o'sha afsonaviy o'yinlardan bittasi akalar Repo. To'g'risini aytsam, anchadan beri video qo'ymaganimcha o'zim ham zerikib ketdim va bugun video olishga qaror qildim va video qo'yib o'ynayapman akalar. Hop. O'zingizdan so'rasalar, qandaysizlar? Yaxshimisilar? Makkammisizlar o'zi yuribsizlarmi? Bu yoqqa o'tib yugurib qirib akalar. Xo'p akalar, endi o'zimga keladigan bo'lsam, to'g'risi anchadan beri video qo'ya olmay akalar zerikib ketdim va bugun oxirida video qo'yishga qaror qildim akalar. Xullas akalar, mana shunaqa gaplar. Xo'p akalar, menimcha bu videoni tushuntirib o'tirishimga hojat yo'q. Menimcha ko'pchilik bilsa kerak akalar, shuning uchun vaqtni ko'p cho'zib o'tirmasdan ketdik akalar. Aytgancha akalar, ikkinchi levelgacha o'ynab qo'ygandik. O'tgan safar ko'rganlar bo'lsa, albatta. Endi o'sha joydan akalar davom ettiramiz akalar. Shoptali qoqib bularni olib chiqish kerak akalar. Mana bu loylarni olib chiqmasa akalar, hozir monsterlar bizni yeb ketishi mumkin akalar. Shuning uchun ehtiyot bo'lib erinmasdan olish kerak akalar. Erinmasin. Loy turovningdan kim senga yotishga ruxsat berdi loy? Mana uni ushlab uzoqqa borish testini o'tkazib ko'ramiz akalar. Ja, uzoqqa bormasa mayli akalar. Muhimi tekshirib oldik. Bu bo'ya otib o'rganimiz akalar orqaga. Qancha bo'lar ekan? Birinchi eshigimizni o'ziga $9,700 pul yig'ishimiz kerak ekan akalar. Uje mana akalar olmaz chiqdi. Oy 2800. Sekin oboramiz akalar o'zini. Alohida buni endi arabachaga solib o'tirish akalar. To'g'ri ko'p joyni egallamaydi-ku, lekin vaqt ketadi akalar. Bu nima edi? $500. Mayli. Har holda akalar endi yo'qdan ko'radi. Billahi ekan, qo'lingizni bir orqangizga yuvib kirsangiz bo'lmaydimi? Bir qimmatroq narsa tushadi desalar akalar, to'g'ri aytasizlar. Endi bu gapni aytganda endi yuvib yurmaydi ekan deb o'ylamanglar ekan. Endi doim yuvib yuraman-ku endi. O'yin payti endi har xil gap qilib turmas akalar. Endi obunachilarimiz ko'paymayapti akalar. Aytgancha akalar, obunachi degan gapimga esimga tushib qolgan joyi. Akalar, obunachilarimiz tezroq 50 taga yetish kerak akalar. Chunki 50 taga yetmasa, 50 tadan oshira olmasak akalar, biz jonli efir qila olmaymiz. Aytgancha obunachilarimiz 50 taga yetish bilan o'sha kunning o'zida kechasi yo'q akalar, jonli efir, ya'ni stream qilaman akalar. Shuning uchun albatta bu kanalga yangi ko'rib turgan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Obuna bo'lib qo'ysalar juda xursand bo'lardim akalar. Bu tomonda eshikni ochib qo'yaylikchi. Aytgancha akalar, biroz tomog'im shishgan, aytib yurmaysizlar. O'yin payti hadeb yo'talaversam, namincha tuberkulyoz odamga o'xshab yetalayverasiz desalar akalar. Chunki sal tomog'im ishgan, to'g'ri tushunasizlar albatta degan umiddaman. Xo'p akalar, buni tashladik. Mana bu yerdagi yashik qolib ketdi. Yashik
eshikni ochib ko'raylikchi, nima chiqadi ekan. Voy akalar. To'g'rimizda monster yuribdi akalar, mana shu tomonda. Bu tomonimizda ekan. Bu yoqqa kelmayapti ekan akalar. Bu yoqqa kelmay tursa ham mayli akalar. Roziman. Akalar $1000 narsa. Endi buni ehtiyot bo'lib akalar olib borib olishimiz kerak, chunki bo'lmasa akalar olib borib olmasak biz yutishimiz qiyin bo'ladi-da. Yutolmaymiz akalar, shuning uchun olib borib olsak, hop, tashladik. Mana buni olmadik aytgancha akalar. Shuning uchun bizga hozir bu yerda narsa bor deb ko'rsatyapti. Xo'p, mayli akalar, birinchi buni tashlab kelaylik. Birinchi buni tashlab kelaylik. Bu yoqqa burilamiz. Buril, shoptala qoqa buril dedim. Akalar aytib yurmaysizlar endi. Unchalik katta tajribam yo'q albatta, shuning uchun qo'limdan kelgancha o'ynayapman akalar. Sizlarga kontent video qilib, anchadan beri o'zim ham sizlarni zerikib qolganinglar munosabati bilan video qilib qo'yishga qaror qildim akalar. Monsterni kuzatib turamiz chunki ikkinchi eshikni qanday qilib ochishni ham aytib o'tyapti akalar. Bo'ldi, tushunarli. Tamom akalar, tushundik. Biz hammasini tushundik akalar. Hop, bu yoqda qanaqa eshik yo'l bor deyapti. Ha, bu yoqqa ekan. Akalar, bu yerda o'zi oxiri xona ekan, boshqa undan keyin xona yo'q ekan, shuning uchun bemalol loot qilib olamiz. $1500, ya'ni $1500 akalar. Oddiyna sharif shunchalik turishi mumkinmi deb o'ylaydi odam. Hop akalar, bu nima bo'ldi? Akalar, aravachani olib kelib ustiga chiqib olmasak u narsalarni olish iloji yo'q akalar. Hop, oldik. Ol, shoptala qoqa. Bitta kompasni ola olmaydi. Ay. Lay bitta kompasni alamas ekansiz, endi billahi bitta layni tubidagi bir balchiq ekansiz desalar akalar, endi atay qilganim yo'qda, endi menga ham kerakmi shu bekorga pulini narxini kamaytirib akalar. Monster kelmayapti akalar. Endi bilib bo'lmaydi-da. Nega farqi yo'q, bostirib kelaveradi xohlagan payti. Bezbetga o'xshab katta bir chang bosgan, mog'arilib ketgan betlarini ko'rsatib akalar. Nima, o'tirib olni tur. Voy, $5 kamayib ketdi akalar. Endi bu yoq nima bo'ladi desanglar akalar, shoptala qoqa bo'ladi bu yoq akalar. Shoptala qoqaning eng bir qoqidan ham battar qurib ketgani bo'ladi. Men nimadir ko'rib qoldimda akalar.
Mana bu nima bo'ldi? Akalar nima deb o'ylaysizlar? Mayli, bu yoqni ochib olaylik-a. Hech nima yo'q ekan. Endi aravachani sal bu yoqqa siljitamiz-da. Akalar buni ustiga chiqib ko'ramiz. Ustiga chiqib olmasa akalar, ko'rdinglar, men burgut ko'zimanda akalar, ko'rib qo'yaman har nimani. Qanday tushundinglar? Alloy. Shuncha joydan ikkitagina narsa berdi. Pas. Ertaga borib Reponi sudga beraman akalar. Aytib yurmanda endi o'yinni ham sudga berib bo'larmiz. Endi zerikkanda gap endi akalar bu. Shunchaki. Yog'ni hozir keldi-ga o'zi. Voy. Mayli akalar, nima ham derdik, endi majbur boramiz, boshqa ilojimiz ham. Qoch loy. Eshik. Shoptala qoqa eshik. Yo'qda nima bor? Yo'qda hech nima yo'q akalar, bitta lampa bor ekan. Yerda nima bor ekan? Pullik narsa emas ekan akalar, oddiy bitta buket. Hop, bu yoqda hech nima yo'qmi? Yo'q ekan. Xo'p akalar, atrof yaxshilab sinchiklab ko'rib chiqamiz, chunki ikkinchi eshigimizdagi qo'yilish kerak bo'lgan narxi qanchaligini bilmayman akalar. Tavakkal olib boryapman, endi borgancha yig'ib yo'lda ko'rganimni. Ana bu monsterlarga ehtiyot bo'lib yashirinib yurmasalar akalar, orqalarini ayirib tashlaydi. Yana voy, illas keldi. Aytgancha akalar, o'yinda mana shu nimadan, jo'jadan ehtiyot bo'linglar akalar. Maslahatim. Chunki salgina ushlab qo'ysalar ham voy akalar. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi akalar? Ehtiyot bo'lish kerak akalar, gapirmaymiz. Gapirmaymiz akalar, eshitib qolishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar. Nima deysizlar akalar? Endi borib olaman deguncha qadib emasmikin-a? Akalar kelyapti. Akalar kelyapti. Pullos kelyapti. Ketdik, yo'qol. Akalar, aytib yurmaslar, bitta joyga chiqib keldim. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman akalar. Endi shunaqa bo'lib qoldi, endi nima deysizlar endi akalar, menda emas.
Bu akalar, endi mana bu monsterdan ehtiyot bo'lish kerak. Voy, men pulimiz kamaytirib 0 qilib tashlaganmi deyman-da akalar. Voy, plus $1000 qoldiribdi. Voy. Qo'shdim akalar. Bu yoqqa kelyapti akalar, bu yoqqa kelyapti. Bu bizni o'ynagandek qilmaydi ekanda, xullas akalar. Kelyapti. Jam. Gapirmaymiz akalar. Chunki yetib qolish mumkin akalar. Akalar, menimcha ketdi. Sekin yaqinlashib ko'ramiz akalar. Chunki hali ham voy. Bu yoqqa kelmasin faqat. Faqat bu yoqqa kelmasin akalar. Voy akalar. Qoch. Voy. İpillas ekan akalar. No mayli, hech qilsak akalar, chunki baribir u yerdan o'tishimiz juda ham qiyin edi. Mayli, hech qilsak akalar. Ha, mayli, nima ham derdik akalar. Boshqa iloji ham yo'q edi-da. No, birinchi raund bo'lsa, birinchi raund akalar. Ketdik. İpillas baribir bizni ushlab oldi, ko'rdinglarmi? Mayli, nima ham deymiz endi. Gapirmasak eshitmaydi, yursak ko'rib qoladi akalar. Yurmasak ushlab olib, unda ham ko'rib qolib, unda ham bizni urib tashlashi mumkin akalar. Shuning uchun no mayli, hech qisi yo'q. 10 ming topsak akalar, bu degani 10 ming topsak ishimiz 5 degani akalar. O mana uje 2400. Voy 2000 qoldi. Akalar, 2000 qoldi. Bilsanglar akalar, hozir tomog'im biroz og'riyapti, chunki kuz ozgina havo sovuq. Iloji boricha issiqroq suv yoki choy yoki boshqa narsa ichishga harakat qilyapman akalar. Albatta, o akkumulyator $2400. Mana qatqamiz akalar. Endi qamiz deganda noto'g'ri tushunmanglar akalar, endi men akkumulyatorni aravachaning ichiga solamiz degan ma'noda aytyapman. Buni qarab qo'yaylik. Bilib bo'lmaydi akalar, biz shunday yurayotgan paytimiz boyagi o'rdakcha kelib to'satdan kelib qolsa, men bosib yuborishim mumkin akalar. Ushlashni bosib yuborsam akalar, meni quvadi orqamdan akalar. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Karta, ya'ni xaritaga ham tabloga ham qarab yurishim kerak akalar. Tablo mashinani tezligini ko'rsatadigan joyi-ku desalar, ol buni shoptala, hozir shuncha yiqqan pulimiz bir tiyin qiladi bu. Voy, ikkita monster kelyapti. Turbetdan bu yoqqa qarab yuramiz akalar.
mayli, shu yerda bo'lsak menda. Faqat olimga kelmasin. Ya, o'sha yoqqa yo'qolib ketsin. Kelmasin olimga. Shunda borib bo'shatib kelay. Shu yiqqanimdan bir tiyin qilmasidan oldin. Voy. Voy. Billas ekan. Ko'rdinglarmi? Ishqilib bu yoqqa o'tmasin endi akalar. Billas ekan, ko'rdinglarmi? Ikkalasam to'g'ri meni oldiga keldi ekan. Akalar, menimcha bu qo'limiz biroz omadsiz kelyapti akalar. Menimcha endi bilmadim. Balki monsterlar eshitib qolyaptimi? Unisi yog'i endi menga qorong'i akalar. O'sha tomonga ketdi, ikkalang ham. Ket o'sha tomonga. Shaptala qoqlar ket. Voy, plasa qaytib kelyapti. Bor yo'q bo'lib ket, ikkalang ham o'zingni joyingga. Yo'qol. Kir o'sha yoqqa kir. Yo'qol kirib ket, yaxshi. Pullas yana qaytib chiqdi. Eshik oldida turibdi akalar. Shunchaki turibdi. Pullas yana kelyapti. Obbo, endi bu pullas kutib o'tiramiz akalar. O'zi bu nima edi bu? Bu anavi. Boshqa shundoq kiyilib oladi bu. Akalar, bug bo'lib qoldi. Endi aytib bermaslar, bug bo'lib qoldi akalar. Oldin shunaqa ham bug bo'lib turardi, shunaqa o'ynab turardim akalar. Ko'rardim albatta. Bug bo'lib turadi bu. Bu birinchi marta emas akalar, aytib bermanglar. Tan o'ynash bilmas ekansiz, bitta reponi ham qoyillatolmadingizki desalar akalar. O'yin shunaqa endi, bug bo'lib qoldi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman akalar. Biz vaqt bor edi. Surib qolmasak akalar, hozir ular yana qaytib keladi. Qochdik akalar. Qochdik. Qochib oldim akalar. Uzoqqa qochib oldim akalar. Bilmam bitta. Mana bu yerda nimadir ko'rdim hozir men akalar. Bu haligi buni o'zi 10,000 ekan. Akalar, shuncha qiynalib yuribman, mana oldimda turgan ekan akalar. Orqaroq turamiz akalar, chunki bitta yopiladi akalar. Xo'p akalar, hozir hammasi meni oldimga yugurib keladi akalar. Men qochib qolaman akalar. Qochdik akalar. Xo'p, xullas akalar, videoga keladigan bo'lsak, juda ham qiziq video bo'ldi deb o'ylayman. To'g'risi zerikkanimdan
repo qo'ygim keldi akalar. Xo'p, keyingi safar videoga qaysi o'yinni o'ynash kerakligini kommentariyaga yozib bersanglar akalar, albatta fikringizni inobatga olaman. Xo'p, sizlar bilan Matrix Gaming bo'ldi. Albatta like, obuna va bildirishnomani qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysalar akalar, o'zingizlarga yaxshi tezroq video qo'yish bilan albatta sizlarga bildirishnoma yetib boradi. Xo'p, xullas sizlar bilan Matrix Gaming bo'ldi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.